Assalomu alaykum jigarlar. Bugun biz Sharti SV Nolish kanalida admin bo'laman men. Bugun Iskira Shamli bozorida turibmiz. Qo'ldan kelgancha mayda mol, katta mollarda hammasini reklama qilamiz. Narx-navolarni aytib o'tamiz. Men Ayomiddin TVni yangi shogirdi bo'laman. Qo'ldan kelgancha nima kerak bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Men qo'ldan kelgancha qilaman hammasini. Assalomu alaykum. Shartus TV 03 kanalining admini mana shu ukam bo'ladi. Xudo xolasa, ya'ni bizga shogird jigarlarimiz. Sizlardan nima deb qolamanki, bitta narsa bor-ku, yangi ochilgan gulni ham tagiga suv qo'yib, tagini bo'shatib ketaversak, ana bu nima daraxtimiz ham katarib hosil beradi. Bular xuddi hozir shunday bola, bu yosh bola o'zi qiziqibdi, mayli osh bo'lsin, Alloh omadini bersin. Sizlardan faqat iltimos, shu ukamizning bir podдержка qo'yingizlar. Kanaliga shuni o'tib obuna bo'lsalaringiz, podpiska, like bosib, sizni bizdan hech narsa talab qilmaydi, pul talab qilmaydi. Bitta faqatgina podдержка shu ukamizdan bir nima deydi, bir yilga xizmat qilayotgan yigit bo'lsin, yilga xizmat qilayotgan yigit bo'lsin. Shuning uchun jigarlarimiz men aytdimki, biz ham vaqtida mana shu moshin bozor, mol bozordan asta-asta mana shu darajagacha kelganmiz. Sen ham shu darajagacha kelasan. Ya'ni bilamanki, mana shu bozor sistemasi talablar ko'p. Shuning uchun mana shu ukamizni ham qo'llab-quvvatlab qo'yingizlar. Nasib bo'lsa, qo'ldan kelganicha harakat qilib sizlarga chiroyli videolarni taqdim etib boraveradi. Faqat sizlarga iltimos, podдержка sizlardan bitta like, podpiska, hech kimning hech vaqt bilan sumini olmagan, yuborgan olmaydi. Xayr, nima deb qolamiz? Hayotingizni yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Sizlarimiz shu kanalimizni qo'llab quvvatlaymiz. Sog' bo'lingizlar, sizlarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Videomizni boshlaymiz. Kim bo'ldi og'a bu? Ha? Nechidan bo'ldi? Chanshida aka. Qancha deydi? Hala azıcık kadar уже mal bozor boshladi, xudo xolasa. Ha, hey, mollarni. Ya nechi bo'ldi biz ular? 5 yarim. 5 yarim. Panjining bor o'dim. Bozorda bir rakamlar joma so'ranatdan 10 yilda. Rasa mol kiribdi o'zi ham bor-ku. Ho'kiz nechi bo'ldi? Musom aka. Nechi bo'ldi? 12 ming. Bozor nechi qildi? 10 yarim. 10 yarim bozor. 9000 mega bozor 10% edi. Deysiz. Salom alaykum aka. Shu yerda aylanib kelaylik biz. Aka nechi bo'ldi bo'la? 7 ming. Ha, fazla somon. Yozda azor yana girifte. Yine. 11 ming oldu şunu. Bulan qancha deyapsiz bular? Buna 10 ming somon. Bu qancha? Bog' aytgan. Bozor nima qilyapti bozor? 9300. Buni azor sesal bozor qilsa kerak. Hey, kalok qiz qancha bo'lyapti? 200 kam 16 ming. 200 kam 16 ming. 15800. 15800 boradi yana. Qancha? Mana savdo qilyapti. Kesangiz shag'al o'tib ketdik. Necha deyapsiz buni? Bo'la? 20 ming so'm. 5000 so'mga beradi. Bozor nechi qildi bozor? 16700. 16000 afsal. Nechi bo'ldi? Mana buni qarang, yurishini qarab buni. Bular nechi bo'lyapti? 25 ming bo'lyapti. 25 ming. Bozor nechi qildi? Bozor 22200 qildi. 22200 so'm bozor qildi. Gap yo'q. Qachon keldingiz? Abi 3 kun bo'ldi. Omad bor pichiklaringiz. Gap yo'q. Mayli, gazini bosingiz. Nechi bo'lyapti ko'k? Tog'a, nechi bo'ldi bu? 14 yarim. Cho'rda azor 50. Bozor nechi qildi? Va lozim.
Bozor nechi qilyapti? 100 so'm ham 13 ming. 12.900. Yozazor sesa. Nisa. Bu qancha bu? 18 deyapti, 14 ga bermadik. 18 yaz 14 ga bermadingiz. Mana shu akamizniki. Qayerdan siz? Beshkentdan. Beshkentdan. Beshkent necha? Muxlislariga Gap yo'q mana. Mana hozir tarozi qo'yapti. Necha kilo chiqdi shu? 200 nechi kilo? Kilosi qanchadan bo'lyapti? Bilmayman. 44,5 kilo. 244,5 kilo. 244,5 kilo ekan. Gap yo'q. Necha bo'ldi bo'lasiga? 15 ming so'm. Mana bog'ilgan sigir go'shtga bo'ladi. Bosh. Tog'a yana bola nechi bo'lyapti? Hajda azor. Bozor chanqat. Konzo sesat. 15.300 qildi bozor asli. Bo'la nechi bo'ldi yana bola? Mana 20 deyapmiz, 18 ming so'rayapti. Ha, 20 deyapsiz, 18 so'rayapti. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Chimg'ilishniki. Suti qanday ekan? Suti 3 litrdan 6 litr. 3 litrdan 6 litr suti bor. Ey bola mana, gap yo'q. Hek o'zingdan. Like. Mana, askolar. Gap yo'q. Kel shaqa o'tib ketaylik. Assalomu alaykum aka. Qani? Mashina qanday bo'ldi? Bo'ladi. Qani mollar? Mana mollar. Bitta molim bor, az olamiz. Qaysi? Mana u. Sizga beradimi yana bo'ladi? 14 minglik sigir bor. O'zga bitta xumojinni beryapti. Mana Sherzodning moli. Bunda ham moyda bo'ladi opa. Siz qishloqdoshimsiz. 15 ming bering, yana hafta pulini bering. Ana. 15 mi? Siz ko'rsatamiz. 15 ming bering, yana hafta pulini. Bir kundan pul bermaydi. Ana. Menday sotadigan odam kim narsaga beradi? Sherzodda o'zi yo'q. Olsangiz uni ham ol. Ana, ikkita birdan deng. Ikkitani birdan ol narsa. Opa, biz 6-7 litr suti bor deyapti. Keksa bir xiylarni qarang. Siz qishloqdoshimsiz-ku, siz og'aynimsiz. Ha. Kelishtirib beraman sizga mana. Lekin bo'yim ayda bo'lgan bilan jelni katta ekan-ku. 15 ming bering, yana hafta bering sizga. Ana, ko'ryapsizmi hali? Sizga kim aytadi bu gapni? Oladiz. Qani Sherzod yana qolgan? Babo, necha? Sherzod bu qancha? 21 ming so'm. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. 21 deyapman, bulam aka juvos. Bilan jo'shan. Tuskalar shuncha bo'sh, malayin. Bo'ldi. Malayin tuskalar. Yo'q. Nimasi yo'q? Qitig'i kelyapti. Yo'q, biz prosta sal yerini kattaroq emas. Ha. Xo'sh. Qaytyapti yana. Mana. Ha. O'zining bolasi asli. Necha qoldi oxirsi? Pulni bermay kelsa yana hafta aktiv. Oxirsi necha qoldi? 18800 qilyapti. 18.800. Gapiring. Bak. Hajda azora asab bozorda desin. Shu shart bilan qarang, cho'ponni aka. Yemsa, tepsa bazbiron. Ana. Tushundingizmi? Qaytarib olaman, men qaytarib olaman. Qancha dedi? Yemsa, tepsa bazbiron. Bu YouTube'da nomer ading-ku bu Sherzod. Shuni biz aka u o'tib nima qilmayman. Yo'boyiga kelib nasiya beryapman odamlarga. Men o'zim qo'rab yuribman bo'ladi. Gaya. Nechta qoldi Sherzod? 2 ta qoldi. Ikkita qoldi. Uyda ham bor ha? Keyin dastlabki Dastlabki aka Lubajev. Lubajiga bor. So'raganlarga-chi, misol har xil paroda so'raydi. O'tgan hafta 2 ta sigir sotdim. Ha. Istinmadingiz. Mana 21 deyapman. Katta enak sotdim, birovni 30 mingga, birovni 29 mingga berdim. Katta enak to'yinayotganda menga aloqa chiqyapsiz. Nomer telefonini ayting. 907 22
89 49 WhatsApp bor. Telefon qilasiz 24 soat WhatsApp ishlaydi hozirlar. Любой paradadan Olib borasiz, sovib ichib ko'rasiz. Ha. Ichcha cheksa javob. Ichcha cheksa javob. Mana narxing ayib yo'q. G'alaba. Sherzod bitta o'zi bozorni qizdiryapman, ko'ryapsan. Ayni nasiyaga beraman 15 ming bersin olsin. Ana. Bir haftaga nasiyaga deyapti. Sanab ko'rsin ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Xo'p, qo'zili qo'ylarni so'raymiz. Aka necha pul bo'lyapti qo'zili qo'ylaringiz? 5,5. 5,5 ming so'm. Panjili mazur. Ocha-bacha. 5400 ga oldingizmi? Yana bolani 5400 ga olib tasdiqlar. Panjalar cho'rtat ocha-bachada haqida. Xo'p. Nimaga? Ya qancha bo'ldi qo'zilar? Bering shunday. Ha, shu soat qanchadan? 2000 qilyapman bermayapti. 2000 qilib bermayapti. Ha, videoga. Nega bermaydi 2000 ni? Bilmayman. Bering. Do azor qadashim nega. Cho'langlar. Dunyoni bosib ketdi qo'y. Lekin qo'y ketadi ekan. Qo'ylar qancha bo'lyapti? 25 ta. 25 dan do azor 500 so'm bo'ladi. 2,5 ming so'mdan. Qo'ylar qanchadan bo'ldi qo'ylar? Bu burdaqlar. Yo'q. Astraxan degan yerdan keldi. Gal. Keldi, Xitoydan keldi. O'zidan bilan kelgan bu. Gal akalar. Zo'r qo'ylar ekan lekin. Qayon tovozim deb qo'ydingizlar ha? Ha? Xomirdan olib keldi. Xomirdanmi? Gal. Shu ikov o'tib ketsa, qarni o'tsa Xitoyda kelgan. Ha, shu. Zo'r. Yaxshiman. Ha, bo'la, o'zingiz zo'rmi? Pashkili ham jo'g'ay bir Ye. xonaqani bitta bersamchi, bitta so'yib qo'ysam. Bering bittasini qondirib tayyorlab turaman. Beraman. Syomka qilib, Mana. qochirib qo'yib bir joyda kuydan. Mayli. Rasprodaja qo'ylar qanchadan bo'lyapti? Ha, bo'la. 28 dan deydi. 28 dan deyapman. 28 dan muomalasi bor ekan. Endi bog'aytirganda bular ariq qo'ylar. Qo'ylar ariq bog'aytirgan qo'ylar. Keling. Ya keldim shamiga bilmadim. Qo'ylar qanchadan bo'lyapti? 35 deyapman. 35, 3500 so'm. Kerak o'tib ketay aka. Birinchi may bapesh, gazini bosinlar. Podpiska bo'lganmisizlar sizlar o'zi? Ayomidan TVga? YouTube'da izlasin topasan. O'zdan ko'rasizlar, ko'rlangmi? Hechlarni qolmadimi? Ayomidan TV. Bo'la, Yorbek Almizxon qilaman-ku. Bo'la qani, zo'rmi? Tezmi, tashamasmi? Ya qo'ylar qancha bo'ldi bo'la? 3,5 3,5 dan ekan. Sening moda siyozatmi? Aba 2000 cho'langmi bu? Cho'lang 2000 ekan. Da azor so'ng cho'lang. Shunday o'tib ketaylik. Nima muncha odam Qartim qiranga. Bu qo'zi qancha bo'ldi bu? 22. Necha oylik qo'zi bu? 1 yillikmi? 1 yillikka o'sh qolmaydi bu. 4 oylikmi qo'zi? Qari bu oldi ashini qarang. Bo'la echkilar qancha? Echki mendan emas-ku. Ya, o'sha turibsiz-ku. Qo'ylar qancha? Qo'ylar aka 18 dan arzon. 18 dan. Faqat orzun sotasiz, nimaga Arzon siz? sotamiz biz. O'zi bizga dehqon. Sizga sistema tanib qo'ysan, shu orzun sotadi. Mana shu darvozani og'zidan kirganingizda, o'sha akamiz pasayam shu arzon beradi. Kesin, kelaveringlar. Ha, gap yo'q. Sarkalar qancha bo'ldi? Qanchadan uloqlar? Quloqlar 8 dan bor. 800 dan muomalasi bor ha? Qarab turing bilan. Saqlab qo'yam bu. Xo'p. Mana baba.
Mana bu yerda o'zi yangi taksilar. Ko'rmisizlar tezda. Drabilka qancha bo'ldi drabilkalar? 3,5 pechkachi. Bu nima pechka bu? Zo'r pechka ekan, bu lekin. Amir temir pechkami, nima pechka ekan bu? So'rash. Ha, Amir temir pechkasi. zo'r pechka ekan. Yo'q, men olmadim. Nimaga? Gapirdi o'sha. Bu nechta pichog'i bor? Uylangan kelin-kuyovlarga kerak bu. 18 ta pichog'i bor, ha. Bilasizmi? Yaqinda uylanar kelin-kuyovlar, shunga kerak. To'qlagan nimasi bilasiz? Qani o'zi? Bilgan yo'qmi? Pul nechi pul pechka? Nomer telefoni nechi edi? 904 13 33 32. Kimga agar mana shu Altimir drabilka, ya'ni pechka, ko'mir pechka kerak bo'lsa, original mana shu akalarning Original pechkalar. murojaat qilaverasizlar, kelaverasizlar. Mana buyog'i mol bozor asli. Bu olindimi takka, sotilyapti? Yo'q, sotiladi. Necha deyapsiz buni? 2,5. 2,5 ming so'm. Bu-chi tog'a? 15. 1,5 ming so'm. Bozor bilan saqlayapti tog'a buni? Hozir kelishim. Ha, hozir keladi. Kirgizing ichkariga bo'lmasam. Ichkariga kirgizing. Qancha bo'ldi bular? 1200 so'm. Hozir disat so'm. Moshinda ham zo'r joyga qo'ygan ekanda o'zi, ha. O'ylab ham yurmaydi bu. Ichib oling. Unda 300 so'm. 300 so'm unda ekan. Bu dakan qancha bo'lyapti? Xo'roz. Olindi. Qanchaga oldingiz? 190 so'mga olibdi. Urishqishmi bu? Makiyanlari qancha? O'z xo'roz ekan. Ha? 200 so'm.